Farzandingiz robot emas. Uni har doim boshqarib turish shart emas. Bola qo'rqsa, bu tartib emas, bu bosim. Bola jim bo'lsa, bu tarbiya emas, bu sindirish. U buyruqni so'zsiz bajarish uchun tug'ilmagan. U xato qiladi, savol beradi va charchaydi va bu norma. Bola dars payti boshini partaga qo'ydi degani u dangasa degani emas. Buni jarima bilan emas, muomala bilan hal qilish kerak. Jarima bilan ulg'aygan bola fikrlashni o'rganmaydi, faqat xato qilmaslikni o'rganadi. Buyruq bilan katta bo'lgan bola u lider bo'la olmaydi, u buyruqni kutadi. Bugun siz uni tinchlantirdingiz, ertaga u o'zini ko'rsata olmaydi. Bugun nazorat qildingiz, ertaga u mustaqil qaror qabul qilmaydi. Tarbiya qo'rqitish emas, tarbiya bosim berish emas. Tarbiya bolani insonligicha qoldirish. Bizga jim ijrochilar kerak emas. Bizga fikrlaydigan, mas'uliyatni va javobgarlikni bo'yniga oladigan bolalar kerak. Bolani bosim ostida emas, lider sifatida tarbiyalash kerak. Omon School ta'lim va tarbiyani birlashtirgan maktab.